Uy sharoitida shunaqa chiroyli va mazali bo'lgan patarchalar tayyorlab ko'ramiz. Patarchalarimiz uchun kerak bo'lgan barcha mahsulotlarni solib, qattiqroq xamir qorib olamiz. Ishlatilgan barcha mahsulotning grammlarini videosidan topishingiz mumkin. Qorib olgan xamirimizga 10 minutdan beri bir marta yaxshilab mushlab olib, yana ustini yopib 1 soatga xona haroratda qoldiramiz. 1 soat dam olgan xamirimizni mana shunaqa uzuncha holatga keltirib olib, 130 grammdan uzib olamiz. 130 grammdan uzib olgan xamirlarimizni videoda ko'rsatilgandek qilib teklarini qattiq qilib tugib olib, qo'limiz yordamida zuvala holatiga keltirib olamiz. Zuvalalarimizga yana 10 minut dam beramiz. Patarchalarga har kim o'z xohishiga ko'ra turlicha shakllar berishi mumkin. Biz pichoq yordamida shunaqa tilib chiqdik. Shunaqa o'rtasini ochib olib, qo'limiz yordamida dumaloq holatga keltirib, chakishtirib urib olamiz. Shakl berib bo'lganimizdan keyin patarchalarimizga yana 15-20 minut dam berib, ustiga tuxumni sarig'iga ozgina sut qo'shib surib chiqamiz. Ustidan tabga ko'ra kunjut sepib, 170-180 gradus qizib turgan pechimizga 15-18 minutga yuvoramiz. Bunaqa kichkina patarchalar tayyorlashimizning sababi ketering yoki saboy ovqat bilan shug'ullanadiganlar har bir mijoz uchun alohida bir donadan shunaqa patarchalar berishligini tavsiya qilmoqchimiz. Yetarlicha mijozlarga xizmat ko'rsatayotgan keteringchilar mahsulot narx-navo va boshqa ma'lumotlar qiziq bo'lsa, direktdan murojaat qilishingiz mumkin. Xato va kamchiliklarga yo'l qo'yilgan bo'lsa ma'zur tutasiz. Vaqtingizga rozi bo'ling. Assalomu alaykum.